To'g'ri, lekin jurnalist uchun juda ham muhim vosita deb hisoblamayman. Chunki jurnalistning tili bo'lishi kerak, o'sha dunyoqarashi o'ziga yarasha unikal va fikrlashi bo'lishi kerak deb hisoblayman. Diplom bu o'shalarni tasdiq, qog'ozdagi varianti. Tushunarli. Ijtimoiy tarmoqlari sizni minglab obunachilar kuzatadi, obunachilaringiz kuzatadi. Siz ularning e'tiborini nimaga qarab ushlashni o'rgandingiz deb o'ylaysiz? Sizningcha bugungi yoshlar aslida nimani qidiryapti? Kulgu, hayajon, foydali ma'lumot yoki o'ziga o'xshash insonnimi? Meni o'ylashim bo'yicha siz aytgan o'sha 4 ta xislatni ham auditoriya qidiryapti, ayniqsa yoshlar. Chunki yoshlarning orasida foydali nimadir olgisi ham keladi, kulgisi ham keladi. O'ziga o'xshagan odamni ko'rsa ham yoqib qoladi. Misol uchun shunaqa videolar bor-ku, bitta qiz chiqadi, tipa osh markazi, oshda turadi, Umidjon 4 og'iz olib kelib, mehmon olib keting deydi-yu. Umidlarga tashaladi. Umiddan xursand bo'ladi. Va meni ismim Umid deydi. Keyin aytadi, shunaqa kontent. Men bu kontentlarning tarafdori emasman albatta, lekin bu realni virusni kontent hisoblanib qolgan hozir. Xo'sh, endi men auditoriyani qarab ushlab qo'yganman. Men o'ylashim bo'yicha hammasi praktika orqali bo'lgan deb hisoblayman. Chunki mana 4-5 yildan beri shu sohada bo'ladigan bo'lsam, 4-5 yil ichida men har xil auditoriyaga ega bo'lib ko'rdim-da. Misol uchun birinchi kontentim menimcha Shayxda aytmaganman. SMM yo'nalishida bo'lgan. Chunki men SMM kursida o'qiganman. Meni SMM ustozim aytgan, ya'ni sen o'zing o'rganayotsan, bu yerda bilimni auditoriyaga ham bo'lish. Ham o'zingga auditoriya, klient ham olib keladi. Men shu yo'nalishga ketganman, lekin videoyim maksimum 500 ta prosmotr bo'lgan. Tushunishingiz uchun 1 yilda 500 ta obunachi yig'ganman. O'sha 500 ta obunachi yig'ganim Instagramda. Instagramda 1 yilda. 1 yilda. Bu juda uzoq ko'rsatkich. Mana uzoq vaqt va shu bilan birga kam rezultat. Kam. Lekin odamlar ko'radi-da, "Voy 4 yilda 500 mingta подписчик yig'yapti" deydi. U narsa 1 yilda 500 ta bo'lganda aslida. Endi auditoriya albatta yomon deb aytib tashlay olmayman, chunki auditoriyani ham tushunish kerak. Ular ishdan charchab, o'qishdan charchab keladi va bunaqada qiziq narsa ko'rgisi keladi. Lekin juda bachkana ham ko'rish kerak emas endi. Shuning uchun men har doim zolotaya seredina deydi rus tilida, tillar o'rtami kontrast ushlashni yaxshi ko'raman-da. Kontrast ushlashni yaxshi ko'raman. Mana eksperiment tekshirganman deyapman-ku. Misol uchun insonlarga qiziq ham foydali bo'lib qolishi mumkin. Misol uchun qanaqa life hacklar to'g'ri kelib qoladi hayotingizda foydalanishingiz mumkin bo'lgan. Va shu bilan birga yoshlarga ham, kattalarga ham qiziq kontent qilishni xohlayman. Misol uchun hozir Rahimov mer o'tadimi sayohat kontentiga dedingiz-ku, allaqachon o'tib bo'lganman va xudo xohlasa kelajakda sayohat bilan O'zbekistonni tanitish va insonlarga O'zbekiston har qanaqa sharoitda ideal davlatligini isbotlashni niyat qilib qo'yganman. Butun dunyoni ko'rsatgan holda. Demak, tushunarli. Va bizda oxirgi savol. Tasavvur qiling, hozir sizni o'z yo'lini hali topa olmagan minglab talabalar tomosha qilyapti. Siz bugungi tajribangizdan kelib chiqib, ularga faqat bitta narsani anglatishingiz mumkin. Sizningcha inson o'zligini topishi va jamiyatda o'z o'rnini egallashi uchun eng avvalo nimadan boshlash kerak? Avvalo hamma aytadigan gap harakat qilish kerak. Faqat harakat qilish kerak deb hisoblayman. Bir narsa o'xshamasa, ikkinchisi o'xshamasa, uchinchisi o'xshamasa, to'rtinchisi bor. Har doim reja bilan qotib qolish kerak emas deb hisoblayman, chunki o'zim aytganimdek, birinchi yo'nalishim hozirgi yo'nalishimga qaraganda bir-biriga teskari yo'nalish bo'lganda, o'zimni hozir juda, misol uchun, muvaffaqiyatli inson deb hisoblamayman, lekin qaysidir ma'noda natija ko'rsata oldim o'zim uchun. Va bu to'xtab qolmaydi hali beri, xudo xohlasa. Endi mana misol uchun SMM qildim, o'xshamadi. Vine olganman, ko'rmagansiz 100%, lekin men ko'rganman. Ko'rganlar yo'q lekin oramizda. O'xshamadi. Undan keyin challenge qildim. U oddiy challenge emas, oddiy challenge edi, u ham o'xshamadi. Undan keyin eksperimentga o'xshashni boshladi. Undan keyin yana challengelarni davom ettirdim, uje otvordim. Va ko'rdingizmi, mana 5 ta yo'nalish, 5 ta yo'nalish qilishim uchun menga 5 yil ketdi. Hozir 6-chi yo'nalish boshlaganman, sayohat. Bu ham boshida o'xshamaydi. Keyin ozgina o'xshashgandek bo'ladi. Siz o'zingizni topib olasiz, davom ettirasiz va
raketa osmonga uchadi. Kutgan ko'rsatkich ish beradi. To'ppa-to'g'ri. Inson demak har doim o'zini izlashdan to'xtamaslik Izlashdan kerak. to'xtamaslik kerak. Har doim o'sha o'sishi maqsad qilgan holda qanaqa yo'lda turgan bo'lsa o'sha o'ndan ortiq yo'l turibdimi, hammasini bosib ko'rish kerak. Ha, undan tashqari men maslahat beraman. Hech qachon odam o'zidan qoniqib qolish kerak emas deb hisoblayman. Menda shunaqa g'alati xarakterim bor. Misol uchun men mana bitta suv turibdi. Men suvga erishdimmi, уже men yoqdagi vafliga intilaman-da. Men vafliga intildim, siz vaflingizga intilyapman, ko'rdingizmi? Shunaqa xarakterim o'tirgan. Siz joyingizda o'tirib olgim kelib qolar balki, yana bilmadim. Shunaqa xarakterim bor. Endi birovlarnikiga qiziqmayman albatta, endi bu bir primer bo'ldi. Tushuncha. Tushuncha bo'ldi. Aytmoqchi bo'lganim, har doim yaxshirog'iga harakat qilishni xohlayman men. Shunaqa. Tushunarli. Demak, bugungi suhbat uchun sizga rahmat. Juda manfaatli va foydali bo'ldi deb o'ylaymiz. Agar sizda qanaqadir savollar qiynasa, qanaqadir savollar tug'ilgan bo'lsa, Rahimov Mer shaxsan o'zi javob berib o'tadi kommentariyalarda. Albatta. Qiziqtirgan savollari bemalol yozishingiz mumkin va biz bugungi podkastimizni, bugungi sonini shu bilan tugatamiz. Endi bitta narsa aytib ketayim. Auditoriya tushunmayotgan bo'lishi mumkin-da. Nega 15 minutlik podkast? Ular endi 1,5-2 soatlik podkastlar ko'rib o'rganib qolishgan. Bu ko'p bunaqa savol bo'ldi. Ha, bitta o'zim o'rgataman, tushuntirib ketaman, keyin siz tushuntirib olasiz. Loyiha asoschisi hisobida. Nega 15 minut? Blitz savollar bo'ladi-yu. Shohrux aynan o'sha blitz savollardan podkast yaratdi-da. Blitz savollar aslida 1 minutlik bo'ladigan bo'lsa, bu podkast yo'nalishida 15 daqiqalik bo'ladi. Ham tez, ham kerakli, ham konkret masalalarni gaplashib, tugatib, shu bilan keyingi sonlarga, keyingi mehmonlarga o'tib ketiladi. Balkim bitta mehmonni 2 marta, 3 marta chaqirilar agar auditoriya xolasa. Har xil mavzularda biz albatta bitta mehmonimizni keyingi sonlarda ham chaqirishni niyat qilganmiz. Nega podkastlarimiz kam vaqt davom etyapti? Bu albatta biz endi boshlaganimizning sababi. Xudo xohlasa kelajakda albatta 1 soat gacha va undan ko'proq bo'lishi mumkin agar biz foydali yo'nalishlarga o'tadigan bo'lsak. Albatta uzoq muddatga uzaytirilishi mumkin. Hozircha mana shu bilan endi bitta narsani bilish kerak edi. Mana bu yerda g'ulom o'tiribdi-da. Endi 19 ga kirgan. Bu yerda qanaqadir hayotda ko'p narsalarga erishib tashlagan yokida 100 tadan ortiq davlatga sayohat qilgan yokida qanaqadir mansabda rahbar bo'lgan inson o'tirmayapti-da. Misol uchun men bilan 1 soat gaplashgandan foyda yo'q-da. Baribir chiqaraveradigan gapni 20 daqiqada chiqarib olsa bo'ladi. Misol uchun 2 yil, 3 yildan keyin keladigan bo'lsam, balkim 2 soat gaplashib o'tira olarmiz. Hozir borini aytaman, borini gaplashamiz, shu bilan tugaydi. Aynan shunaqa. Mana haqiqatlarni o'zi ochib berdi. Bu qaysidir talaba uchun g'ulom erishgan ko'rsatkichlar, erishgan muvaffaqiyatlar qaysidir talaba uchun juda yuqori va erishib bo'lmas tuyular va aynan mana shu haqiqatlari bugun g'ulom ochib berdi. Balki kuzatib o'tirgan siz aynan mana shu joyda bo'lishingiz mumkin ertaga. Barchangizga rahmat. Sog' bo'linglar. Albatta like bosib obuna bo'linglar. 100 mingta bo'lgandan keyin nimadir qilamiz. Nimadir qilamiz, xudo xolasa. Allohu akbar.